O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, mana bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mani o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Bir soat botdan bilan ishlatyapti qo'yishni. Otasi alga, onasi zo'rg'a qo'yib bolalar bor yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nimaga qaradi? O'sha uni ichganlar o'rtoqlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bor. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. O'rtoqlarim sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Aboyim tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oke, qamab tashlabdi-yu. Bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishni qilarmi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Nohma qilib beraman. I got you.